B2B tadbirkorlarda bir narsa bor. Oldin konkurentlar kam edi, doimiy mijozlar ko'p edi deydi. Hozir ham bor, lekin oydan oyga, yildan yilga kamayib boryapti deydi doimiy mijozlarni. Bu tabiiy hol. Birinchidan, mijozlar har doim ham sizdan olishga majbur emas. Ikkinchidan, bozorda yangi igroklar paydo bo'lyapti. Uchinchidan esa, kimni taklifi zo'r bo'lsa, o'sha mijoz o'shaniki bo'ladi. Yana ozgina kutib tursangiz, bor mijozlaringiz ham tugaydi. Oydan oyga oylik berishga qiynalasiz. Siryoga pul topishga qiynalasiz. Yana ozginadan keyin esa debitorga qarzga berishga ham rozi bo'lasiz. Ana undan keyin bankrotlikka tayyor turing. Shu ssenariy sizga ma'qulmi? Yo'q bo'lsa agar, tavsiyam hozir bugun YouTube ga kiring, konkurentlardan ustun bo'lish sirlarini o'rganing, treninglarga qatnashing, networkinglarga qatnashing. Ya'ni qanday qilib biznesingizni rivojlantirsa bo'ladi, shuni o'rganing. Bundan tashqari tavsiyam sotuv bo'limini hozir qurishni tavsiya qilaman B2B tadbirkorlarga. Nega desangiz, B2B tadbirkorlarda ko'pchiligida hozir sotuv bo'limi yo'q. Agar siz sotuv bo'limini hozir qurishni boshlasangiz, konkurensiya juda qattiq bo'lganda, krizis kelganda oyoqqa turib qolishingizga ehtimoli katta bo'ladi.